Allohga hamdlar bo'lsin. Mana hozir biz Qorasuv shahriga kelib kelyapmiz. Ya'ni bepul umra safarini 100% to'liq bepul umra safarini yutgan shu opamizni xonadoniga kelyapmiz. Inshaalloh bularni kelib tabriklab sertifikatlarini beramiz Alloh nasib etsa. Hamda yana 50%lik umra safarini ikkinchi o'rinda yutgan ukamiz ham mana shu Qorasuvda chegara oldi ekan. Inshaalloh mana shu insonlarni ham xonadoniga borib mana shu sovg'alarni inshaalloh topshiramiz. Kech bo'lsa ham yo'lga chiqdik, mana Qorasuv shahriga kelib kelyapmiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, mana soat kech bo'lishiga qaramasdan shom namozidan keyin mana Xuftonga yaqinlashib qoldi soat midlari. Biz kech bo'lishiga qaramasdan yutgan sovrindorlarni umidvor qilmasdan taqdirlash uchun kelyapmiz inshaalloh. بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. Maşallah. Selam. Bo'yarligi uchun Madina Muslim Tur tomonidan o'rnatilgan Allohning mehmon loyihasini 100%lik vaucherini opamiz yutdi inshaalloh. İnşallah. Allohga aytgani bor ekan, biz agar YouTube'da ukamizning YouTube kanali bor, kanalni beramiz, ko'rasizlar. 20 sekund opamiz kech qolib bizga telefon qilganda opamizni analiz qiluvdik. Yani yopilyapti. 20 sekund qolganda Yopilyapti o'zi. Telefon qilganligi uchun, bog'langanligi uchun bu degani nima degani desa, Alloh qadar qilgan odam yutadi degani. Opamizga qadar qilganiga opamiz yutdi. Alloh xayrli barakotli qilsin. Opamiz bir kunda kelaman dedi. Inshaalloh opam kelsa maslahatlashib 16 noyabr kuni Xudo xolasa inshaalloh Abdug'ulom ukamiz boshchiligida inshaalloh safarga chiqishadi. Alloh nasib etsin. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah.